Hammaga sizlar bilan men Kompot yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun kecha ko'rgan bo'lsanglar kerak, birinchi qismida mana shunday katta uyni yalmoq sehrlaganda, zombi apokalipsi qishlog'imizga hujum qilganda bitta eshik sindirdi, lekin ammo uchinchisini qo'yganlarini sindirisha olmadi. Shuning uchun menga bu yaxshi bo'ldi do'stlar. Bu juda ham ajoyib bo'ldi sehrlagani. Endi men nima qilsam bo'ladi men? Bu uyni yana nima qilsa bo'ladi yana? Siz kommentariyaga yozinglar. Xo'sh, bugun endi nima qilamiz do'stlar? Avvalgi video mana bunday bo'lgan edi, ko'rgan bo'lsanglar. O'tib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Xo'sh, endi ichkariga kiramiz. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana menga notebooklar sovg'a qilgan, mana kravat, hamma narsalar shinamgina bo'lgan. Ko'rgan bo'lsanglar o'tgan videoni. Sandiqlarga ham narsalarim bor. Mana 16 tadan izimotlar, hammasini olaman. Va bizda bo'ladi bustak izimot. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. O'tgan videoni endi biz bozorga, shaharga ketamiz. Shahardan o'zimizga kerakli narsalarni sotib olamizda bu yerni bezatamiz ichini. U katta, men unga yaxshilik qilaman yana. Men unga yovuzlikda qilaman endi. Xo'sh, u ketishini poylab turaman. U katta. Endi men uyni sehrlayman. Qani, aving. Uy, devorga aylan. Xo'sh, men kelaman. Xo'sh, uyimga nima qilgan bo'lsa kerak, hammaga bu uy nima bo'ldi o'zi? To'xtaydi, men bo'lmaydi. Xo'sh, boraman. Uyga nima bo'lgan? Do'stlar, uyga nima qilib qo'ydi, lekin undan ham yaxshi bo'ldi do'stlar. Ichiga sandiqdan endi har birida zumrudlarim bor edi. Har birini olib chiqaman do'stlar, shulardan. Yerli juda ham ko'p bo'ldi. To'xtanglar, endi men ichiga kiraman. Ichi ham shunday bo'lgan bo'lsa kerak do'stlar, to'xtanglar-da. Sandig'imda zumrudlarim bor edi. O'sha zumrudlarim ham endi ko'paygan bo'lsa kerak. Undan ham ko'p bo'ldi, yaxshi. Undan ham yaxshi bo'ldi do'stlar, undan ham yaxshi. O'sha endi ichiga kiramiz, ichiga. O'sha to'xtanglar-da, yo'q. Birinchi o'ziga qaraylik-da, buncha katta bo'lgan. Bu juda ham katta bo'ldi, lekin men juda ham hattoki qishloqlar ham eshitsa bo'ladi buncha uyga. To'g'rimi? Albatta to'g'ri, qishloqlarga ham berib turaman ozginasini. Shu juda ham katta bo'lgan uy qishlog'im devor bo'lgan bu, devor. Devorga aylangan uylar. Bu juda ham katta uylar. Xo'sh, endi men ichkariga kiraman, to'xtanglar-da. Bu uyda mana bu uy endi qishlog'imizda eng kattasi edi. Endi bu mening uyim eng kattasi bo'ldi. Va ichiga yo'q, eshitma yo'q, bunisiga kiraylik-da. Bunisida ham eshitma yo'q. Nima bu safar to'xtanglar-da, bunisiga ham hech narsa yo'q. Bu safar yo'lmoqzi aqlliroq bo'lgan bo'lsa kerak. Narsalarimni ham yo'q qilib tashladi. Bu juda ham yomon, ammo men to'xtanglar-da, men buni nima qilsam bo'ladi endi? Kompot o'yla. Shuncha katta uyni nima qilaman? Aytgancha men bozordan shaharga kelgandim do'stlar, hammasini buyurtma bergandim. Men hammasini ichini bezatib chiqaman. Eng tepalagi qavat meniki, qolganlarida esa qishloqlar yashaydi. Xo'sh, nozronlarni olgandim hali ham o'zim bilan. Nozronlarni qo'yib chiqaman. Xo'sh, nozronlarni qo'yaman. Endi eng tepasidan boshlaymiz. Mana bu yerda qolib ketdim, hali eng tepasida chiqib oldimmi do'stlar? Qaranglar, bu juda ham baland yiqilib ketish o'zi yomon, oyoq sinadi. Shu endi pastga tushib olishim kerak. Buni ko'taramiz yaxshi. Endi buni mebellaymiz. Buni qanaqa xona qilsam bo'lar ekan? Hozir narsalarimni olib kelaman va bu yotoqxona bo'ladi. Mana kravat, mana stol. Stollarni qaranglar, ajoyib soat. Uyg'otadigan soat. Bu yoqqa ham bitta soat. Va buni ham qo'yamizda, bu oyna. Va endi gilamlarni to'shaymiz. Bu yer shinamgina bo'ladi. Endi keyingi xonaga o'tsak ham bo'ladi. Pastga qanday tushaman endi? Bu yerda yo'lmoqizning uyi. Shu yerdan ham tomosha qilib tursa bo'ladi.
Do'stlar, sizlar ko'ryapsizlarmi? Endi bu yoqqa o'tamiz bunisiga. Tepaga chiqamiz yana novellar orqali. Xo'sh, qo'yamiz. Oshni qo'yamiz. O'sha tepaga chiqdim mana. Bu yerdan eshik ochamiz, eshik. Oynani ham buzamiz. Bu yerda taxta, bu yerda esa eshik. Endi bu yerga ham eshik. Ochamiz eshikni. O'sha endi bu yerda oshxona bo'ladi, oshxona deyarli. Mana bu yerda xolodilnik, muzlatgich, bu yerda ana bu, xullas bu ovqat qiladi, bu bilan gaz plita. Bu ham gaz plita, ikkita gaz plita yetadi va shkafchalar mana qo'l yuvamiz. Qo'l yuvadigan. Bu yerda yana bitta shkaf, yana bu yoqqa shkaf, bu yoqqa. Keyin mana bu yoqqa ham bitta shkaf. Xo'sh, endi mana bu yoqqa pichoq. Bu yerda esa shuni qo'yamiz, kartoshkamiz, sabzimiz. Xullas endi yana past ulsiga o'tamiz. Xo'sh, novellarni qo'yamiz yana. Qo'yamiz. Xo'sh, endi bu hojatxona bo'ladi. Mana bu oynalar keragi yo'q bu yerda. Bunisi ham kerak emas, bunisi ham. Bu yerni yopib tashlaymiz. Va qorong'i bo'ldi bu yoq. Endi qo'yib chiqamiz buni 1, 2. Unda bu yerni ham yopib chiqamiz. Bu yerda endi eshiklar qo'yib chiqamiz, eshik. Bu oxirida ham bitta eshik qo'yamiz bunday. Endi bu yoqqa nima qo'ysak bo'ladi? Deyarli endi bu yerda fakel, yana yuvgich, yana keyin bu yer cho'milish xonasi bo'ladi. Xullas oxiri mana suv quyapti bo'ldi. Bo'ladi, ishlayapti hammasi. Endi sochiqlarni qo'yamiz. Qayerda qo'ysak bo'ladi buni? Fakel xalaqit qilyapti. Shuning uchun mana qo'yamiz, tepasiga uni qo'yamiz. Endi bu qo'l yuvadigan. Qo'lni yuvadi, keyin sovun qo'yamiz bu yerda, sovun. Bo'ladi, endi bu yerdan chiqamiz. Bu xonadan chiqamiz. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Yo'q. Voy do'stlar, tushib ketardim. Endi keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, tez qo'yamiz. Endi bu yer ishxonam bo'ladi meni. Ishxonam hamda qo'yamiz. Xo'sh, endi bu yerda nima qilamiz? Kompyuterlarni qo'yib chiqamiz. Bu yerda kompyuter, bu yerda ekran. Endi bu yerda o'tiradigan stolchani qo'yamiz. Mana shu kompyuterda turadi. Endi bu yoqqa stol. Yo'q, mana bunaqa kolonka qo'yamiz. Endi bu yoqqa bunaqa. Keyin chiroq qo'yamiz, chiroq. Yoqamiz ikkalasini ham. Endi bu yoqqa divanlarni qo'yib chiqamiz, divan ya. Mana shu yoqqa kitoblarni qo'yamiz. Kitoblar ham turadi bu yoqqa. Xo'sh, endi bu yoqqa ikkita divancha o'tirib turaman. Keyin bu yerda kitoblar. Bu yoqqa ham kitob. Keyin mana yoqqa bitta stolcha qo'yamiz, stol bo'ladi. Bemalol o'tib ketsa bo'ladi shundan. Bu yoq siqilinch bo'ldi. Bu yer juda ham siqilinch, mana bu yerdan o'tish qiyin ekan bo'lar lekin. Shunday o'tib ketadi. Xo'sh, endi keyingi xonaga o'tamiz. Obunachilar. Qishloqlar keldinglarmi? Ha, kompot bu nima? Meni uyimda yana yolmog'iz seximda qo'yganda yomonlik qilaman deb yanada yaxshilik qilib qo'ydi. Ha. Bu nima bo'ldi? Ha, bizga ham berib turasan bu uyni? Ha, albatta, boshqa xonada nima qilishni bilmadim, sizlarga ham beraman. Yarmini sizlar ham yashashinglar mumkin. Zumradda 20 zumraddan turadi. 20 zumraddan olib kelasizlar, hammalaring keyin bemalol yashashinglar mumkin. Ha, bo'ldi, tushundim. Hammalaring boringlar. Endi men uyimga borsam ham bo'ladi. Qani, endi qaranglar, bu juda ham katta bo'ldi, obunachilar. Bu juda ham katta. Juda ham katta bo'ldi bu qishloq.
Dagi uyning eng kattasi bu meni uyim. Yalmog'iz nima qilyapsan bu yerda? Ko'rdingmi men nima qildim? Sen yana yaxshilik qilib qo'yding. Ha, endi sen mendan qilasan. Aha, uyingni yo'q qilib tashlayman. Aha. Uyimni yo'q qilishga qanday jur'at etding? Uyimni yo'q qilishga ruxsat bermayman senga. Men yo'q qilaman mana senga. Nima qilding, yalmog'iz? Uyimni yo'q qilib tashlading. Shuncha mebellarni qo'ygandim. Sen endi mendan uyingni yo'q qilib tashlading. Endi qishloqlarga nima deyman men? Qayerdasan? Qayerdasan, yalmog'iz? Yana shu ko'rinmaslik davlamangdamisan? Yo'q. Hammasi navralar osilib tushgan eshigim. Endi nima qilsam bo'ladi? Hammasi yo'q bo'ldi uyimni, hammasi. Qishloqlar endi yasholmaydi. Nima qilamiz endi? Xo'sh, endi hammasini olib chiqamiz bularni. Hammasini olamiz, hammasini. Video tugagan bo'lsa, video tugadi, obunachilar, like va obuna bosinglar. Hammaga xayr.